Hammaga salom, sizlar bilan Big Games kanali. Biz bugun FIFA o'ynaymiz. FIFAdan maqsad yo'q. Maqsad yutish desak ham bo'laveradi. Hozir kirvosan o'ynaymiz mazza qilib. Короче, kirgandan keyin video davom etadi. Mana kirib ham oldik. Mana bizning overimiz 104. Mana klubim. To'rt uch turibdi. Mana. Varatada Walton, защитник Beckenbauer, Christensen, Nuno Mendes, Howe, центральный защита Gallagher, Stelgin, Verman, hujumda Doue ekan. Arokodare. O'qish qiyin ekan mana. Mana bu futbolchi Arokodare ekan ismi. Elanga 105. Hozir bizning komandada eng kuchli futbolchi mana Verman 106. Qani bo'lmasam boshladik. Men bu o'yinni pashti 2 oydan beri o'ynayman. 2 oy ichida 104 qildim. Bilmadim 104 2 oy ichida yaxshimi yomonmi? Komandamga o'zlaringiz kommentariyada baho berib ketinglar. 0 dan 10 gacha. Bu qanaqa komanda bo'ldi endi? Men Real Madrid atdik 103, 104. Endi aytmoqchi edim, boshlab yubordi. Mana overim 104. Buniki 95 ekan. Bemalol yutamiz. Yutamiz deb o'ylayapman, bilmadim yana, balki mendan yaxshi o'ynasa ham mumkin lekin. Qarab turinglar, chaq birinchi gol bo'lar. Na, gol. Arokodare. Buni qisqartirilgan ismi ham bor, agar futbol almashsa ko'rasizlar. Buni ismi Tolu. Qisqartirilgan. Yomon qotyapti lekin. Offset. O'zim ham sezgandim. Stelgin. Na gol. Ikkinchi gol. Bittasi chap oyoqda bo'ldi. Da. Mana. O'zi aslida Stelgin urgan ekan. Stelgin uni talab yuboribdi-da. Tepaman deb.
O'sha uchun gol bo'lib ketdi. Zato gol. Mana yana bitta gol. Men uchun gol urish qiyin emas. 2 oylik tajribam bor-da. To'g'ri, streamerlarga o'xshab nechidir yillik emas, zato 2 oylikda. Yo'q. Yeta olmadi. Vermanni hujumga qo'ysak ham bo'lardi, lekin просто защитникka turar ekanda. Oh. Udar tepa olmadi-da, bo'lmasa gol bo'lardi. Mana udar. Uy. Mana gol. Seljin birinchi gol. To'rt-nol. Yaxshi. Birinchi taym tugadi. 4-0 hisobiga. Men uchun yaxshi natija deb o'ylayman. Buni ham kommentariyaga yozib ketinglar. Olverman. Axir sabr 106-sanku. Yo'q, yomon qo'tyapti. Bezashib ketdi. Yo, gol qaranglar. Yomon gol urdim lekin. 5-kamerada o'ynaylikchi. Yo'q, noqulay. Bir shu bo'ladi. Menga yo'qdi lekin shu kamera. Kamera alishtiramiz deb to'pni oldirib qo'yibmiz. Ya'ni to'pni demoqchi edim. Qotyapti-da, bo'lmasa yana bo'lardi. Mana to'lu orqasiga yozilgan. Mana. Oy. Yo'q, iltimos gol emas. Yaxshi. Yetib keldim. Baribir uni futbolchilar bilan menga farq juda katta. Orqaga nimaga qaytmayapti bu? Yo'q, FIFA ishlamay qoldi. Ishla. Ishlamayapti. Xatoni tuzatib video yoqaman. Endi tuzataman deb kirganimda full time tuga. Bugunga shu video yetadi. To'g'ri qisqa deyishlaringiz mumkin u. Lekin men hali YouTube'da yangiman, o'sha uchun menga 15 minutdan ko'p video qo'yish mumkin emas. Hammaga xayr. Like, obuna, kommentariya kutaman.